Albatta sizdan. Nahotki siz ularga o'xshagan bo'lsangiz, meni yengil tabiat deb o'ylaysizmi? Buni nazarda tutmadim. Aytmoqchimanki, endi nima qilasan? 3 ta bola bilan nima qilmoqchisan? 5000 bering. Nima qilasan? Homilani olishga yoki muolaja uchun o'zim to'lashimni xohlaysizmi? Yo'q. Bitta bolani zo'rg'a boqayapman. Siz esa 3 ta deysiz-a? Ularni o'zim katta qilaman. Siz? Shen. Albatta javobgarlikni o'z bo'ynimga olaman. Sen faqat bolalarni dunyoga keltir. Xo'pmi? U menga uylanmoqchimi? Bu haqda yaxshilab o'ylab ko'r. To'ng'ich nabiram. Chiroyli bolakay, salom. Jam bobong, yaxshilab dam ol, xo'pmi? Ertaga ertalab bobong seni ko'rish uchun keladi. Xayr, bobojon. Hoy, Jinchi, Dada, senga aytadigan gapim bor. Ertadan keyin oilaviy kechki ovqatni o'tkazmoqchiman. Hammaga rasman to'ng'ich nevaramni tanishtiraman. Va yana Xiao Baoning onasi bilan to'ying bo'lish haqida ham e'lon qilmoqchiman. Nima deysan? unga uylana olmayman. U senga bola tug'ib berdi. Sen esa unga uylanging kelmayaptimi? Odammisan o'zi? Bularni hammasi o'shanda meni zaharlaganingiz uchun bo'lgan. Unday dema. O'shanda hammasi ayollarga yaqinlashmaganing uchun bo'ldi. Agar seni zaharlamaganimda, Xiao Bao qayerda paydo bo'lardi? Mendan minnatdor bo'lishing kerak. To'g'ri. Ha, mayli. Xavotirlanmang. Sizga aytadigan gapim bor. Eshitishni istamayman. Gapimga quloq sol. Bizning oilamizda Xiao Bao yagona merosxo'r. Buni xohlaysanmi yoki yo'qmi? Lekin onasiga uylanasan. Men hech qachon to'ng'ich nevaram azoblanishiga yo'l qo'ymayman. Yaxshi. Bu yerda 3 ta nevarangiz bor. Tanlang.